Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yoshlar radio kanalida siz kutgan uchrashuv loyihasi, uning taqdimoti bilan men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayevaman. Bugungi mehmonimiz filologiya fanlari doktori, navoiyshunos olim, O'zbekiston yozuvchilar va jurnalistlar uyushmalari a'zosi Farruxbek Olimov bo'lyaptilar. Farruxbek, studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum, rahmat. Salomat bo'ling. Farruxbek bilan anchadan beri tanishmiz, lekin mana shu studiyaga yosh olimlarni taklif qilish men uchun ham sharaf, azizlar. Farruxbek uchun yoshlar teleradio kanali begona emas, to'g'rimi? Farruxbek, faoliyatimni shu yerdan boshladim dedingiz. Albatta, 1998-yili yoshlar telekanali va yoshlar radio kanallari ochilgan va shu yoshlarga birinchi bo'lib o'sha 1999-yili yosh muxbir bo'lib kelganman va talabalik paytimizda shunday orzuyimiz bor ediki, shu jurnalistikaning barcha jabhasini egallasam, hammasidan xabardor bo'lsam degan niyat bor edi va shuning uchun ham garchi o'sha paytlarda yoshlar ovozi ko'rsatuvida ishlasam ham, boshlovchilik qilsam ham, baribir radiodan boxabar bo'lishim kerak deb radioga ham kelganman. 5-6 oy amaliyot o'taganman. O'sha paytlarda tonggi dastur bor edi, eshittirish, va shu yerda ko'pchilik ustozlarning qo'lidan ozgina bo'lsa ham ta'lim olishga muvaffaq bo'lganman. Salomat bo'ling. Endi Farruxbek, mana oradan 98-yil bo'lsa, kelganmisiz 98-yilda? 99. Demak, 26 yil o'tibdi oradan. Aytadi-yu, nelarni ko'rdingiz, nimalarga erishdingiz dedi. Men shu o'rinda Farruxbek Olimovning mana qator kitoblari, risolalari, monografiyalarni sizlarga mana degim keladi. Har bir inson ham mana shu yillarini bekorga o'tkazmay, o'zini mana shunday ilm yo'lida o'zlarini topdilar. Faxrlanib aytaman. Hatto meni lol qoldirgan narsa Milliy so'z degan birinchi kitoblar 17 yoshida nashr qilingan ekan. Baribir bu boshqacha qadrli bo'lsa kerak, birinchi qadamda. Albatta bu kitobni o'zi to'g'risi yozilishiga ustozimiz sababchi bo'lganlar. O'sha Nafis san'at litseyida o'qirdik, adabiyot va jurnalistikaga ixtisoslashgan sinfda. O'shanda Hoshimjon Ahmedov ustozimiz ko'pgina maqolalarimizni, insholarimizni tekshirib berardilarda va biz keyin uni gazetalarga olib borardik, ular chop etilardi. Fidokor gazetasi o'sha paytlarda mashhur, yangi chiqqan adabiyot va san'at va boshqa gazetalarda chop etilgan maqolalarimizni keyinchalik ustozimizni takliflari bilan shu risolaga aylantirish bir orzusi tug'ildi va o'sha litseyni bitirayotgan paytimizda shu risola dunyoga keldi. Risolachi. Albatta bu juda katta, hozirgi til bilan aytganda, motivatsiya bo'lgan o'sha payt uchun. Hali institutga kirmagan bo'lsam ham, lekin bu qaysidir ma'noda pillapoya bo'lgan biz uchun. Albatta, mana hali bir martagina ko'z yugurtirdim, lekin o'sha olimning ilk qadamlari, kichikgina taqrizchalaringiz bo'lgan ekanda. Qarang, O'zbek oyim deb o'zingizni o'sha mulohazalaringiz, ayniy tug'ilgan tuproq, bu badiiy publisistikani bir kichkinagina ko'rinishlarida va bu shunchalik darajaga yetganki, endi har kimning ham tafakkuri yetmaydigan, har kimning ham nima deydi, quvvai hofizasi ham yeta olmaydigan Alisher Navoiy Manoqib holatlarida badiiy publisistik mahorat degan doktorlik ishlarini yoqladilar. Mana shu doktorlik ishlarini muhokamalarida qatnashib o'sha jarayonni ko'rganman. Menga ham nasib qilganda. Farruxbek, mana hozir bizni tinglab turgan muxlislarimizda ham savol tug'ilishi aniq. Jurnalistik faoliyatdan boshlagan ekansiz. Ilm yo'li sizga o'sha ko'proq nima deydi, sizni shu yo'lga boshlashiga nima sabab bo'ldi deyishi mumkin-da, chunki mikrofonga o'rgangan, o'sha jurnalistikani o'sha mashaqqatli lekin gashtli faoliyatini boshidan o'tkazgan jurnalist ko'pchilik shu yo'ldan ketmaydi. Yo'q deydi, mayli, qiyin bo'lsa ham, noni o'sha qattiq bo'lsa ham shu yo'ldan ketaman deydi. Kimlar va nimalar sabab bo'ldi? Endi aytishim kerak, avvalambor oilaviy muhit. Ota-onam ham adabiyotshunos, falsafa doktori, fan doktorlari, asosan shu muhit ta'sir qilgan.
lekin hozir eslasam o'sha 7-sinfdayoq o'qigan paytlarimda ham adabiyotshunos ham jurnalist bo'laman derdim. O'sha u paytlarda lekin to'g'risi bu ikkita soha ekanligini, ikki yo'nalish ekanligini, garchi filologiya bo'lsa ham baribir bir-biridan farq qiladigan katta xususiyatlar borligini unchalik tushunmaganman boshida. Lekin keyinchalik mana jurnalistika kirib keldik, jurnalistika fakultetida o'qidim, shu sohada ancha yillar faoliyat yuritdim. Lekin shu bilan birga hech qachon o'sha adabiyotga bo'lgan qiziqish so'nmagan, balki bir-birini to'ldirib kelgan va talabalik paytimdan ham mana undan oldin o'sha yozgan maqolalarimiz, kichik risolalarimiz ham ko'pchiligini mavzusi o'sha adabiyotshunoslik, adabiyotga oid bo'lganligi uchun o'zimni ko'proq shu adabiyotga ixtisoslashgan jurnalist deb bilaman. Yaxshi. Doim bu bir-birini to'ldirib keladi, bir-biriga xalaqit albatta bergan paytlari ham qaysidir ma'noda bo'lgandir. Ya'ni ilm uchun qaysidir kasblardan, qaysidir lavozimlardan voz kechgan paytlarim ham bo'ldi. Bu tabiiy, chunki ilm bu yolg'izlikni, ilm bu kitob bilan yolg'iz yakkama-yakka o'tirishni talab qiladi. Shunday paytlar ham bo'lgan, lekin bu vaqtincha. Har doim bir-birini baribir to'ldirib keladi. Juda yaxshi, to'g'ri gapni gapirdingiz. Men ham qayerdadir o'qidimda, ilm insonning o'zi bilan o'zi ishlashini talab qiladi. Sayohatlar ham yaxshi deydi. Sayohatlar bu tajribangizni oshiradi. Lekin ilm olish uchun sakinat kerak, xotirjamlik kerak degan gap. Iloyim, ilm yo'lidagi va menimcha baribir bizda qo'ng'iroqlar ham bor ekan. Hatto biz telefon raqamlarimizni aytmasakda, bizni tinglab turgan muxlislarimiz allaqachon qo'ng'iroq qilishni boshladi. 71 kodi bilan 286 32 25 233 80 70 telefon raqamlarimizni bizni endi tinglayotgan muxlislarga ham takrorlab qo'yamiz. Allo, assalomu alaykum. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Marhamat, savolingiz bo'lsa. Rahmat. Kalonkani chiqarib yuboring, kolonkan. Hozir kunda qanaqa kitoblar o'qiyapsiz? Assalomu alaykum. Bir salomlashib oling. Assalomu alaykum. Eshitilmayapti. Ikkita savolim bor edi. Marhamat, biz savolingizni eshityapmiz. Marhamat. Qanaqa kitoblar o'qiyapsiz? Mevalarni qanday, hobbisi nima? Farzandlar to'g'risida bir gapirib bersangiz. Salomat bo'ling. Demak, tushunishim bo'yicha hozirgi kunda nima kitob o'qiyapsiz? Albatta, endi kitob bu olimning eng muhim xazinasi. To'g'risini aytsam, keyingi paytlarda o'zi oldindan ham ko'proq yaxshi ko'rardim o'sha ensiklopediyalarni o'qishni aslida. Va hozirgi kunda eng faol o'qiyotgan, ko'p varaqlayotgan kitoblardan biri Alisher Navoiy ensiklopediyasi. Chunki navoiyshunoslikka tinmay yangiliklar kiritilyapti, yangi tadqiqotlar qilinyapti va bu yangiliklardan doimo boxabar bo'lish kerak. Shuning uchun ko'proq shu asarlarni, ensiklopediyani o'qiyapman. Endi bundan tashqari o'sha tilshunoslikka oid, tilshunoslikka qiziqqanligim uchun ham o'sha Devoni lug'ati turk asarini o'qiyapman. Keyin muhokamati lug'atayn bo'yicha, to'g'risini aytsam, shu tilshunoslikka oid o'quv qo'llanma tayyorlash arafasidamiz. Shunga harakat qilib, ko'proq shu bo'yicha mutolaa qilyapman. Rahmat, muxlisimiz yana hobbingiz deb savol berdilar. Bu ham qiziqda, navoiyshunos olimni o'sha doimiy faoliyatidan tashqari sevimli mashg'ulot. Albatta, sevimli mashg'ulot menimcha hammada bo'ladi. Hobbim musiqa asboblarini chalish. Shu bolaligimda shu maktabda rubob doiralarga qatnardik. Menimcha ko'pchilik qatnagan bo'lsa kerak. Keyin pianino chalish, ularni endi to'g'risi mustaqil o'rganganman, havaskorman. Ya'ni biror bir ustozga shogird tushib, yo'q, o'rganmaganman, mustaqil chalaman. Ya'ni slux bor, ruscha aytganda. Shu o'zimga yoqib qolgan kuy musiqalarni rubobga yoki pianinoga solib ko'rishga harakat qilaman. Bu qaysi ma'noda odamni dam oltiradi, miyani rivojlantiradi, kayfiyatingizni yaxshilaydi. Hobbim shu asosan. Salomat bo'ling. Yana muxlislarimiz bo'lsalar, ularni ham ulaymiz. Aziz muxlis, bu siz kutgan uchrashuv loyihasi. Bugungi mehmonimiz navoiyshunos olim, filologiya fanlari doktori Farruxbek Olimov bo'lyaptilar. Farruxbek, bilasizmi, to'g'ri, jurnalistika sohasida ilm qilayotganlar juda ko'p.
endi Navoiy ijodini o'rganib ilm qilayotganlar ham juda ko'p. Siz hozir ikkita sohaga, ikkita yo'nalishga bir ko'prikday bo'lib turibsizda. Hatto mana shu doktorlik ishingiz ham xuddi shunday publisistik o'sha mahorat, o'sha Navoiy manoqib holatlarida degansiz. Bu men uchun ham, menimcha muxlislarimiz uchun ham qiziq. O'zingiz uchun mana siz ilmiy darajaga erishdingiz, lekin bilasizmi, o'sha sevimli mashg'ulot, yaxshi yo'nalishni tanlasangiz o'zingiz uchun ham bir dunyo ilm olasiz. Bu mana shu sohadan ketayotganingiz sizni hayotingizda qanday o'zgarishlarga sababchi bo'ldi? Chunki bu o'zi Navoiy bir katta bir maktabda. Endi bilasizki, aslida o'sha PhD ishimni o'zbek adabiyoti yo'nalishida yoqlaganman. Hamsatul Muttahayirning asari badiiyati bo'yicha, lekin doktorlik ishim jurnalistika shifri bilan bo'ldi. Bu ham bejiz emas. Chunki Alisher Navoiy manoqib holatlarini o'rganishda shuni kuzatdikki, bu manoqib holatlar real shaxslarga bajarilgan, bag'ishlangan. Ya'ni o'sha Navoiyning yonida turgan, u bilan hamnafas bo'lib yashagan shaxslar haqida Navoiyning o'zi alohida asarlar yozgan. Bu qaysi ma'noda bugungi kundagi badiiy publitsistikaga to'g'ri keladi. Chunki u yerda to'qima obrazlar yo'q. Ya'ni Farhod, Shirin yoki Bahrom, Diloromlar yo'q. U yerda real Navoiyning ustozlari, ya'ni Abdurahmon Jomiy, Pahlavon Muhammad va Said Hasan Ardashir degan 3 gina shaxsga Navoiy alohida bir asar bag'ishlagan va ular o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatlarni Navoiy yozib o'tgan va bu bugungi nuqtai nazardan o'sha badiiy publitsistikani kelib chiqishi sifatida men o'rgandim va hozirgi kundagi qaysi ma'noda o'sha portret ocherkka yaqin keladigan asarlar ekanini isbotlashga harakat qildik. Albatta buni birdaniga qabul qilish qiyin bo'lishi mumkin, lekin bizga o'rgatilgan, mana bilamiz, o'sha Chor Rossiyasi davridan jurnalistika kirib keldi O'rta Osiyoga, keyin badiiy publitsistika va hokazo deb ustozlarimiz o'qitishardi, lekin aslida bizda o'zbek adabiyoti tarkibida o'sha badiiy publitsistik asarlar ham bo'lgan. Masalan, o'sha Boburnoma asarida ham badiiy publitsistik unsurlar juda ko'p. Demak, bu borada ham hozir ilmiy ish qilish mumkin, buni davom ettirish mumkin. Biz bir debochi sifatida boshladik bu ishni. Albatta 40 yoshida hamma ham doktorlik darajasiga erishmaydi. Bu bizni havas qiladigan o'sha jihatimiz. Sizga iloyim shijoatingizga ko'z tegmasin. Bizni muxlislarimiz orasida ham sizga havasi kelayotganlar menimcha hozir qo'ng'iroq qilishyapti. Ularni ham eshitamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat. Zulfiya, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Mehmonga ham xush kelibsiz degan. Obijonmi deyman. Juda ham yaxshi, xursandmiz. Marhamat. Endi mehmonimizga juda ulug' ishlarida, endi har kimga emas bunday ishlarda yurish, Alisher Navoiy tili bilan aytganda, yemoq oson, bu maydon ichra yurmoq. Navoiy panjasiga panja urmoq, ishlariga omad tilayman. Alisher Navoiydek ustoz hazratning yo'llarini o'rganyapsizlarmi? Hamisha ishlari yaxshi bo'lsin. Savolim shunday iborat ediki, Alisher Navoiy shunday go'zal o'xshatishlar qiladi. Masalan, Bahrom va Diloromda, Farhod va Shirinda ko'pincha osmon, koinotlar to'g'risida. Nima deydi shu Zidiy ko'ragonidan olingan ular yo Alisher Navoiy o'zi haqiqatan hamma shu ilm ma'nosini o'zi bilganmi, yoshligidan o'rgangan masalanmi ham o'zi adabiyot demoqchiman. Ikkinchi savolim ham bor edi. Suyma G'aniyeva haqida nima deya olasiz? Buyuk Navoiyshunos olimamiz, Alloh rahmat qilsin. Shularning kitoblarini ham o'qib turasizmi, o'rganasizmi, ustozdek qabul qilasizmi? Rahmat avvalda. Juda ham yaxshi savollar berdilar muxlisimiz. Assalomu alaykum. Obujon aka, savollaringiz uchun rahmat. Albatta endi Navoiy buyuk bir daho bo'lganda, uni Navoiy qo'l urmagan yoki biror bir tilga olmagan mavzu yo'q. Shuning uchun ko'p tomonlama bilimli shaxs bo'lgan. Albatta u Mirzo Ulug'bek haqida ham alohida yozib ketgan o'z asarlarida, Zidiy ko'ragoniy asari haqida ham yozib ketgan. Undan tashqari umuman men Navoiyni ko'proq faylasuf deb bilaman. To'g'ri, juda ko'p asarlarda shunday bir falsafiy gaplarni aytadiki, u soatlab bosh qotirish mumkin-da. U yerda aytilgan shunchaki birgina baytda ham juda chuqur falsafiy
mazmunlar yotibdi. Endi ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, Suyma G'aniyeva albatta ustozimiz. Suyma G'aniyevani qaysi ma'noda biz davomchilarimiz, chunki Suyma opa aynan Navoiyning nasriy asarlarini o'rganganlar va men ham shu nasriy asarlarni o'rganish davomida Suyma opaning ko'pgina asarlariga murojaat qilganman. Ya'ni bir yo'nalishdagi navoiyshunoslarimiz deya olaman. Navoiyshunos degan so'z ham o'zi juda katta ma'noni bildiradida. Navoiyni ma'lum bir asarlari bo'yicha mutaxassis bo'lish mumkin-da. Uni barcha asarlarini to'liq anglash yoki to'liq u bo'yicha tadqiqot qilish juda qiyin. Shuning uchun ham Suyma G'aniyeva bilan biz nasriy asarlarni o'rgangan navoiyshunoslar qatoriga kiramiz va bizning ustozimizni bilaman. Salomat bo'ling. O'tkir Hoshimov, Erkin Vohidovlar bilan suhbatlashish baxtiga muyassar bo'lganmanda, shu Navoiy tavalludi oldidan yo keyin shu Navoiy she'riyati haqida, ularning nazmi haqida savol berganimda, bu juda katta ummon devdilarda. Mana to'g'ri aytdingiz. Siz hali o'sha birgina o'sha yo'nalishda biz ularni o'rganganmiz deb, juda katta ummonki deb, lekin Erkin Vohidov ham o'sha Navoiyning ayrim misralarini, O'tkir Hoshimov ham birma-bir o'sha tahlil qilib bergan edilarda. O'sha yozuvlar hali ham menda turibdi. Hatto Navoiy o'sha misralarini o'qish uchun ham siz o'qigan bo'lishingiz kerak, o'qish uchun ham siz ilmli bo'lishingiz kerak degan o'sha xulosalarni aytadilar. Obid aka, juda ham yaxshi savollar uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Biz muxlislarimizni savollaridan ham ularning ilmini bilamizda, qiziqishlarini. Keyin yana bir nomlarni, risolalarini nomlari meni e'tiborimni tortdi. Buni juda ko'p olimlar aytishadi, Navoiy nazdida komil inson deb. Komillikka hamma intiladi. Mana siz ham izlanishlar olib bor. Yana bir qo'ng'iroq bor ekan. Mayli, keyin savolimni beraman. Marhamat. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingiz ham salomatmisiz? Marhamat. Rahmat. Rahmat. Men doimidek Navoiy viloyatidan xotim edim. Aha. Savol bermoqchi edim mehmonimizga ham. Marhamat, 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 rahmat. Savolim bor. Oh, marhamat. Hayotda shiori nima? Tanqidga munosabati qanday? Keyin nechta tilni biladi? Ijodiga omad tilayman. Salomat bo'ling. Juda yaxshi savollar. Chunki bu ham juda muhimda. Hayotdagi shioringiz. U shiorlar sizni nimalardan saqladi shu paytgacha? Qachon yordam berdi? Marhamat. Hayotda shior endi ma'lum bir, albatta shiorlar ko'p bo'ladi, lekin bir maqsad deyishim mumkin. Birinchi navbatda o'sha maqsadga intilib yashash, qaytmaslik o'sha yo'ldan. Keyin shunaqa shiorim bor. Alloh taolo har kimga o'ziga yarasha beradi-da. U ilm bo'lsin, u bir boylik bo'lsin, niyatiga yarasha. Niyatiga yarasha. Shuning uchun birovga hasad qilmaslik kerak. Havas qilish mumkindir, intilish mumkindir. Havas ham intiltiradi. Yoningizdagi, atrofingizdagi muhit yaxshi bo'lsa, siz intilasiz, lekin hech qachon hasad qilmaslik kerak. Men shu shiorlarga amal qilaman. Keyingisi tanqidga munosabatingiz debdilar. Tanqidga munosabatimiz. Ayniqsa olimlar bosqichma-bosqich sinovlardan o'tishadi. Albatta maqtovlar juda kam bo'ladi, to'g'rimi? Bu sinovlarda o'sha paytlarda, qiyinchiliklarda tanqidlardan qanday chiqib ketib farq? Endi tanqidga qanday munosabat bildirish mumkin? Masalan, agar o'rinli tanqid bo'lsa, albatta uni normal qabul qilaman. Chunki sizga birov tanqid qilyaptimi, demak sizga bee'tibor emas. Sizni rivojlanishingiz uchun qaysi ma'noda u ham sababchi bo'lishi mumkin. Shunday masalan, o'sha tanqid qilgan yoki qaysi ma'noda yo'lingizni to'sgan odamlar tufayli siz yanada rivojlanishingiz mumkin. Shuning uchun buni normal qabul qilaman. Rahmat, dushmanlarimga ham deyishadi. Albatta, bu sizning rivojlanishingizga yordam beradi, foyda bo'ladi. Lekin noo'rin tanqid bo'lsa, albatta unga javob qaytaraman. Noo'rin tanqidlar bo'lganmi? Albatta, noo'rin tanqidlar bo'lgan, tushunmasdan, chuqur mazmun mohiyatga yetmasdan yoki qaysidir masalan ilmiy martabaga ega bo'lib turib, faqat o'sha martaba tufayli yoki mansab tufayli munosabatlarga duch kelib qolasizda ba'zan. Ana shunday paytlarda agar noo'rin tanqid bo'lsa, unga albatta javob qaytarganman, o'rinli tanqid. Albatta buni madaniy
shaklda faqat. Chiroyli shaklda. Endi Yaxshi. til bilishimga keladigan bo'lsak, bir nechta tillarni bilaman. Albatta Navoiyni o'rganish uchun tabiiyki o'sha arabiy yozuvni, arab tilini, fors tilini o'rganishga to'g'ri keladi. Nafis san'at litseyida arab tilini o'rganganmiz. Bizga shunday katta baza bo'lgan. Doim shundan xursand bo'laman. Eski o'zbek yozuvini o'rganganmiz. Ustozimiz Ergash Umarov tomonlaridan. Undan keyin o'zim ham qiziqib shu fors tilini maxsus o'rgandim. Albatta o'sha xalqaro tillardan rus tili, ingliz tililarni bilamiz. Turk tilini mana keyingi yillarda ancha o'rgandim mustaqil ravishda. Shu til bilish har doim foyda va boshqa xalqlar bilan, boshqa millatlar bilan ularning o'z tilida muloqot qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyo kezishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu ya'ni umuman hozirgi zamonaviy yoshlarimiz qancha ko'p til bilishsa, demak bizning mamlakatimizni yanada rivojlantirishga, tanitishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Salomat bo'ling. O'zi savolim ham shu edi. Navoiy nazdida komil inson qanday bo'lishi kerak va sizning mana shu tadqiqot natijalaringiz, bugungi kungacha bo'lgan xulosalaringiz, komil inson qanday bo'ladi? Endi komil inson tushunchasini ikki xil tushunish mumkin. Zamonaviy shaklda tushunadigan bo'lsak, bu har tomonlama o'zini rivojlantirgan, ya'ni mukammal inson deb qabul qilishimiz mumkin bu ta'rifni. Lekin Navoiy asarlarida buni demak kengroq tushunishimiz kerak bo'ladi. U yerda o'sha tasavvufiy nuqtai nazardan, irfoniy nuqtai nazardan komillikka erishgan shaxslar bor yoki o'sha komillik darajasiga chiqayotgan shaxslar bor. Va Navoiyni nazdida mana shu uchta manoqib haqida to'xtaldik. O'sha Abdurahmon Jomiy, Said Hasan Ardashir va Pahlavon Muhammad kabi shaxslar aynan komillikka erishgan shaxslar deb bilgan Navoiy va buni o'z asarlarida keltirgan. Masalan, Navoiy buni bu shaxslarni badiiy asarlarida ham ta'riflab ketgan ayrim o'rinlarda. Lekin baribir qarangki, bular vafotidan keyin shu yakuniy xulosaviy asar yozish uchun aynan nasrga qo'l urgan. Demak, nasr bilan ifodalash mumkin insonni real hayotini, unga real bahoni demak nasriy yo'l bilan yozish mumkin-da. Bo'lmasa Navoiydek buyuk daho uni she'riy qilib, doston qilib yozsa ham bo'lardi, lekin baribir nasrga ehtiyoj bo'lganda, chunki nasrda bu reallikni berishingiz mumkin. Va eng muhim jihati shundaki, Navoiydek buyuk shoir bu asarlarni yozayotganda haqiqiy hozirgi kunda aytganda jurnalist yoki badiiy publisistga o'xshab ehtiyotkorlik bilan yozganda, faqat o'zi ko'rgan, bilgan voqealarnigina yozgan. O'sha shaxslar haqida, o'zi guvoh bo'lgan voqealarni yozadi. U shaxslar haqida to'qima, soatlab, dostonlar yozish mumkin edi, lekin bundan qo'rqqan, bundan ehtiyot bo'lgan va masalan, hatto Abdurahmon Jomiyni ham o'qigan davrini qisqagina yozadi-da manoqibda, Hamzatul Mutahayyirda. Keyin o'zi bilan uchrashgandan keyingi voqealarni yozadi. Chunki ungacha Jomiyni yoshligiga Navoiy guvoh emas-ku. O'shaning uchun u qismni qisqacha beradi-da, qolgan voqealarni o'zi ko'rgan, bilgan voqealarnigina yozgan. Va boshqa manoqib holatlarda ozgina mubolag'aga berilish, o'sha pirlarni maqtash, ozgina qaysidir ma'noda yolg'onga o'xshagan, mubolag'aga o'xshagan holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Navoiygacha bo'lgan manoqib holatlarda. Lekin Navoiyda umuman yo'q. Ana shunisi bilan ham aynan Navoiy manoqib holatlari bugungi kundagi o'sha badiiy publisistikaga to'g'ri keladi. Aytyapsiz, xuddi portret ocherklar meni xayolimga keldi. Albatta, o'sha portret ocherkni tarixiy bir shakli deyishimiz mumkin. Endi bu ocherk janri keyingi asrlarda yaratildi. Lekin mana shu shakldagi bir o'ziga xos manoqib holatlar asosida yangi bir janr yaratgan. Bu yangicha janr. Boshqa manoqib holatlarda Navoiygacha bo'lgan yoki Navoiydan keyingi bo'lgan manoqib holatlarda balki badiiy publisistik xususiyatlar yo'qdir. Buni albatta chuqur o'rganish kerak, lekin Navoiynikida bor. Shunisi bilan farq qiladi. Navoiyning she'riyatini tushunish osonmi yoki nasrini, nasriy asarlarni? Nisbatan endi mana olim sifatida. Tushunish, bugungi agar til nuqtai nazaridan tushunish bo'lsa, albatta she'riyatini tushunish osonroq. Falsafiy. Lekin falsafiy nuqtai nazardan albatta murakkab jihatlari bor. O'sha ma'no mazmunni topish, bugungi tarjimonga o'girish yoki umuman o'zi badiiyatni tushunish har kimda har xil. Bu tarafdan qiyin bo'lishi mumkin. Endi nasriy asarlarni, aynan manoqib holatlarini yoki boshqa nasriy asarlarni oladigan bo'lsak, bularni o'rganishda ozgina til nuqtai nazaridan qiynalishingiz mumkin. Chunki o'sha ega kesim joylashuvi farq qiladi.
juda ko'p o'sha arabiy forsiy so'zlar bor yoki bizni hozirgi kundagi iste'moldan chiqib ketgan qadimgi turkiy so'zlarimiz bor. Shuning uchun ko'p yillar bunga ixtisoslashuvga to'g'ri keladi. Mani nazarimda nasriy asarlarini o'qib tushunish balki murakkabroqdir. Endi bunga to'liq baho berishim qiyin. Lekin men uchun balki bu qiyinroq yo'nalish bo'lib tuyulgan bo'lishi ham mumkin. Aytadi-yu, qancha o'rganganim sayin bilmaganlarimni bildim deydi, bilib borasiz. Demak, hali siz buni ilm yo'lida hali menimcha maqsadlaringiz katta. Albatta. Muxlislarimiz bor ekan, demak, ularni yana bog'laymiz. Allo, assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Yaxshimisiz o'zingiz ham? Marhamat, tanishamiz. Har doim juda ajoyib mehmonlarni, olimlarni, yaxshi insonlarni olib kelasiz. Mana bu kishi ham Farruxbek olimimizga ham assalomu alaykum deb. Assalomu alaykum. Boshdan tinglab turaman. 99-yil yoshlar kanalga kelib boshlaganman ijodimni dedingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bu navoiyshunos olim ekansiz. Doktorlik dissertatsiyani yo'qlagan buni o'zi juda katta mehnat turadi. Buni orqasidan mana shu katta mehnatning orqasida qaysi mamlakatlarga, xorijlarga borgansiz, o'shalarga ma'ruza qilgansizmi degan savol bermoqchiman. Chunki navoiyshunos olimlarga, doktorlarga qiziqish juda kattada. Ishingizga omad tilayman, bardavom bo'lsin, har doim sog' salomat bo'ling. Elimizni, xalqimizni xizmatdan hech qachon charchamay deb qolaman. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Juda qiziqarli savol berdingiz. Diqqat bilan eshitayotgan ekansiz. Sizga rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Albatta, ko'pgina davlatlarga chiqishga to'g'ri kelgan. Hozir gapingiz orasida aytdingiz, sayohatni yaxshi ko'raman deb. Sayohatlarni yaxshi ko'ramiz. Endi telejurnalist sifatida shu dunyo bo'ylab telekanalda ishlagan davrlarimda Malayziya, Indoneziya, Turkiya davlatlaridan ko'rsatuvlar, Hindistondan ko'rsatuvlar tayyorlaganman. Lekin tadqiqotchi olim sifatida shu Turkiya va Qozog'istonda ma'ruzalar bilan qatnashganman. Endi onlayn ma'ruzalar ham bor, lekin borib qatnashgan ma'ruzalarimni aytyapman. Va shu eng muhimi o'sha ma'ruzalarimizda shu o'zbek tilida gapirib, bu yerda kelgan o'sha turkiy dunyodan kelgan, turkiy mamlakatlardan kelgan shaxslarni oldida o'zbek tilida gapirganimdan faxrlanaman va ular tushunishgan eng muhimi. Sababi masalan Qozog'istonga borganimizda shunaqa qiziq voqea bo'lganda, qozoqcha va turkcha tarjimon bor, o'zbekcha tarjimon yo'q edi va O'zbekistondan vakil deb katta yig'ilishda birdaniga so'z bergan, kutilmaganda, va o'sha yerda chiqib sekin-sekin, asta-asta o'zbek tilida gapirdim va u yerda o'tirganlar deyarli 95%, 100% tushunishdi. Sababi u yerda o'tirganlarning ko'pchiligi turk tilini o'rganishgan ekan. Ya'ni yolashgan uylarni ular biladi, ye deb talaffuz qiladi va qaysidir jihatlarimiz qozoq tiliga o'xshab ketadi, qaysidir jihatlarimiz o'g'iz lahjasiga, turk tiliga o'xshab ketadi. Shuning uchun u yerda o'tirganlar hayron qolishgan va ular aytishdiki, o'zbek tili o'rta til ekan, biz bilmagan ekanmiz deyishdi. Va bu hatto u yerdagi prorektor 2 marta chiqib gapirdi, e'tirof etdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim, mamnun bo'ldim va bunday uchrashuvlar, bunday seminarlar, olimlarning uchrashuvlari mana shu turkiy dunyo orasida Navoiyni targ'ib qilishimiz kerakligini yana bir bor isbotlaydi. Salomat bo'ling. Bu gulshan aro yo'qdir, baqo guliga sabot. Ajab saodat erur, yaxshilik bilan chiqsa ot deydi. Inson hech qachon bitta o'zi o'sha uzoqqa, o'sha maqsadlariga yetmaydi. Sizni mana shunday darajalarga yetishingizda ustozlaringizni, kimlarning xizmatini bugun e'tirof etgan bo'lardingiz? Albatta, ustozlar bizning hayotimizda juda katta rol o'ynagan shaxslar bo'ladi. Birinchi ustozim tabiiyki otamning izlaridan ketganman, ota-onamning izlaridan ketdim va bu ko'pchilik o'ylashi mumkin osongina erishiladigan martaba deb, lekin aslida bu murakkab. Chunki har doim solishtiriladi va har doim ko'nglimda shu ota-onamga mos farzandmanmi, yo'qmi, ilmda qilayotgan faoliyatimda ularga mos bo'lyapmanmi yoki dog'chib qolyapmanmi degan qandaydir fikrlar o'tadi-da ko'nglimdan. Shuning uchun bu oson yo'nalish emas deb bilaman, farzand o'sha ota-onani kasbini tanlashi. Endi ustozlarimiz haqida shu yerda ism shariflarni ham aytib o'taylik. Farruxbek Olimovning otalari
Sultonmurod Olimov, ular ham navoiyshunos olimlar. Ularning onalari Ziyodaxon G'afforova, biz ular bilan juda ham ko'p suhbatlarda bo'lganmiz. Ikkalalarini ham umrlari uzoq bo'lsin. Endi davom ettirsangiz bo'ladi. Ularga mana fursatdan foydalanib katta rahmat aytamiz. Ot o'rnini toy bosar dedi, lekin ot ham hali uzoq umrlar ko'rsin, lekin siz ham ularga munosib, o'sha chin ko'ngildan xohlayapsiz, ularga munosib farzand, munosib shogird bo'lib yuring. Rahmat. Endi to'g'risini aytsam, ustozlarimni sanasam soatlab vaqt ketadi, lekin asosiy ustozim mana shu ikkala ilmiy ishimga ustozlik qilgan, ilmiy rahbarlik qilgan shaxs Ibrohim Haqqulov rahmatli ustozimiz, filologiya fanlari doktori, professor, oxiratlari obod bo'lsin. Undan tashqari men to'g'risini aytsam, deyarli barcha adabiyotshunoslar, tilshunoslarni o'zimga ustoz deb bilaman, ularning ishlarini o'qiyman. O'sha ilmiy ishni boshlagan paytimda baribir jurnalist sifatida, qaysi ma'noda publitsist sifatida kitoblar yozgan bo'lsam ham, lekin navoiyshunoslikka kirib kelgan paytimda, dastlabki maqolalarimni yozganimda yoki ilmiy ishimni boshlagan paytimda qiynalganman. Ya'ni yo'l topishim kerak edi, qanday yo'ldan ketaman, shuncha narsani yoza olamaanu, lekin nimaga navoiyshunoslik bo'yicha yozish buncha murakkab degan xayollar o'tganda, endi u paytda hali aspirant paytlarim edi va o'shanda ishni faqat o'qishdan boshlaganman. Ya'ni o'sha Najmiddin Komilov tasavvuf kitoblarini yoki mana Suyma G'aniyeva va boshqa o'nlab adabiyotshunoslar asarlarini o'qib, qaysi ma'noda keyin to'lganimdan keyin ilmiy ish yozishga tushdim va o'zimga yarasha yo'l topa oldim. Ya'ni o'qimasdan iloji yo'q. Kimdandir o'rganmasangiz va o'shalar orasida o'zingizga bir yangi yo'l qidirmasangiz qiyin bo'ladi yo'l topish. Faqat bitta narsa aytishim kerak, ba'zi tadqiqotchilarimiz faqat o'qishni o'zi bilan band bo'lib ketishadi-da, mutolaa qilishadi. To'g'risini aytaman, yuzlab, minglab kitoblar o'qigan tadqiqotchilar bor, lekin yozishga kelganda yo'l topa olmay qolishadi. Ya'ni katta bir ummonga cho'kib ketishadi. U ham noto'g'ri. Ya'ni siz o'qishingiz kerak, ilm olishingiz kerak va ijod ham qilishingiz kerak. O'zingiz ham o'sha asalariday nimadir yaratishingiz kerak-da. Bo'lmasa hammasi shunchaki siz iste'molchi bo'lib qolasiz xolos. Kitob o'quvchi, kitobxon bo'la olasiz xolos. Ya'ni yangi tadqiqotchi, olim bo'lishingiz qiyin bo'ladi. Salomat bo'ling. Mana hozir O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida, mana hozir menimcha dotsentsiz, hali endi xudo xolisa professorlik darajalari ham nasib qilsin. Endi olimlik o'zingiz mana o'rganasiz, mana katta mashaqqatli yo'lni bosib o'tibsiz. Iloyim muborak bo'lsin. Lekin olimlik boshqa narsa, pedagoglik yana bir boshqa narsada. Albatta. Bilganingiz bilan, lekin auditoriya bilan ishlash, o'sha talabalarga oltin o'rtalikda ularga munosabatda bo'lish, bu yana bir ilm ekanda. O'zim shu dars berib, shu narsaga amin bo'ldim. U bilganingiz bilan uni talabalarga yetkazish, ular bilan o'sha do'stona munosabatda uni oshirib ham yubormaslik kerak, kam ham bo'lmaslik kerak. Bu ikkalasini qanday olib borish qanaqa bo'lyapti? Sizni talabalar qattiqqo'l ustoz deyishadimi yoki yaxshi ustozmi? Yaxshi ustozlik ham doim yaxshi natijalarni beradimi? Qiziqda. Albatta, bu alohida bir yo'nalish. Yo'nalish. Endi shu magistraturada o'qigan paytlarim dadam ko'pgina ma'ruzalarga jo'natardilar-da. Shu ma'ruzalarga borib ma'ruza o'qirdim, yoshgina hali talaba bo'lsam ham. O'ylab qarasam, o'sha qaysi ma'noda pishirish ekan, sekin jamoat oldida. Endi televizorda ekran orqali chiqish boshqa, lekin bir mavzuda ma'ruza o'qish butunlay boshqa narsa. Sekin ko'nikma paydo bo'ldi. Biroz muddat pedagogika universitetida ham dars berdim o'sha aspirant paytlarimda va hozirgi kunda o'sha O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida dars berib kelyapman. Endi qanday o'qituvchiman, bunga baho berish juda ham qiyin. Lekin albatta o'z ustimda ishlayman har doim. Ya'ni dars har doim qiziqarli bo'lishi kerak va talabalarga nimadir bera olishingiz kerak, ularni qiziqtira olishingiz kerak. Mana hozir to'g'risini aytganda zamon shunaqaki, hatto Instagram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda 1 daqiqalik videolar qo'yiladi-da, odamlarni informatsiya olish tezligi oshib ketdi. Va bunday paytda talabalarning diqqatini tortib turish qiyin. Ming mahoratli notiq bo'lmang,
ming bir sohani tajribali mutaxassisi bo'lmang, ularni diqqatini jalb qilish juda murakkab. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, o'sha zamonaviy usullardan foydalanib harakat qilyapmiz. Va bu ham bir yangi ixtisoslashuv men uchun qaysidir ma'noda, va sekin-sekin ixtisoslashib bu bo'yicha ham natijalarga erishsam kerak, yaxshi natijalarga erishsam kerak. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Muhim erishing. Qarang, suhbat to'g'risi menga yoqdi, qiziq bo'lgani uchun suhbatingiz. Qo'shiqni ham qizg'andimda. O'zi loyihamiz orasida qo'shiq berardik. Mana Dilnozaxon Hojiyeva rejissyorimiz, musiqiy muharririmiz Dilnozaxon Mansurova ajoyib taronalarni doim tayyorlab turishadi. Lekin Farruxbek Olimov doim ham biz studiyaga mana shunday taklif qilavermaymiz. Ularning ham ishlari ko'p. Shuning uchun 3 daqiqa vaqtimiz qoldi loyihamiz tugashiga. Keling, oxirida bilish savollarimiz bor. Qisqa javob beramiz, maylimi? Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Hayotingizdagi eng quvonchli kun. Yurak yorilay deydi-ku, ular ko'p, lekin bittasini aytasiz. Eng quvonchli kun shu menimcha oxirgilardan doktorlik diplomini olgan kunim. Yaxshi. Onajonim sizni ko'rib turibdilar. Bu videoni ularga ham jo'natib qo'yamiz. Bir og'iz gaplaringiz, To'g'risini aytsam, endi ona haqida gapirish qiyin, lekin shu adabiyotga mehrni baribir onam aytgan ertaklardan olganman ko'proq deb o'ylayman. Ya'ni garchi otam ham adabiyotshunos bo'lsalar ham, ulardan keyin adabiyotshunoslik sirlarini o'rgangan bo'lsam ham, lekin shu adabiyotni his qilish baribir shu xalq og'zaki ijodidan boshlangan. Shuning uchun o'sha sehrli tosh degan ertaklarni eslayman. Onam aytib berardilar. Har kuni har xil aytsalar, nimaga kecha bunaqa aytdingiz? Voqea boshqacha edi-ku deb qarg'asha qilardim. Shunaqa. Yaxshi. Bolalikka qaytgisi keladimi? U baxtli bolalik bo'lganmi? Albatta. Bolalikka qaytgim keladi. Qaysi ma'noda? Bolalikda kitob o'qishga vaqtim juda ko'p bo'lgan. Ya'ni yozgi ta'tillarda badiiy asarlar ko'p o'qirdim. Hozir o'ylab qarasam, o'sha hatto maktab darsliklari, o'sha geometriya bo'ladimi, algebra bo'ladimi, o'shalarni ham qayta-qayta o'qirdim-da, chunki masalan o'sha 9 oy davomida o'zlashtirilmay qolgan nimalarni ham o'qirdim. Va umuman ijtimoiy sohadan ketgan odam ham aniq fanlarni yaxshi bilishi kerak deb o'ylayman, chunki olim bo'lish uchun aniq fanlarni yaxshi bilgan odam yaxshi tahlil qila oladi deb o'ylayman. Ya'ni bu bir-birini to'ldiradi. Ba'zan aytishadi-ku, masalan, men ijtimoiy soha vakiliman, men aniq fanlarni yomon ko'raman deydi. Lekin menda teskarisi bo'lgan, ya'ni matematikadan ham ko'p tanlovlarda qatnashib kelganman. Oxirgi savolim, olim bo'lish qiyin ekanmi, odam bo'lishmi? Ikkalasi ham qiyin. Ikkalasi ham qiyin. Albatta odam bo'lish muhimroq baribir. Salomat bo'ling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayevaman. Bugungi mehmonimiz Navoiyshunos olim, filologiya fanlari doktori Farruxbek Olimov bo'ldilar. Yana suhbatlarimiz bardavom bo'ladi deyman. Rahmat sizga. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Ijodiy jamoaga ham rahmat. Bizga qo'ng'iroq qilgan muxlislarimizga alohida tashakkurlarimiz. Salomat bo'ling azizlar. Demak, ajoyib tarona Yoshlar radio kanali to'lqinlarida. Salomat bo'ling.